Salom do'stlar. Sizlar bilan yana men. Do'stlar, sizlar katta asar yoki kitoblar, masalan, dunyoning ishlari, birinchi muallim, mana shunday kitoblarni siz pulingiz yetmayaptimi sotib olishga? Marketga kiring. Xo'sh, marketga kirganingizdan keyin qidiruvga bosing. Qidiruvga bosganingizdan keyin, masalan, mutolaa deb yozasiz. Mana mutolaa premium chiqadi. Mutolaa o'zi chiqsa ham olavering. Mana qaranglar, men o'rnatganman, sizlarga tavsiya qilyapman-da. Mana mutolaa. Unga kirib ko'ramiz. Xo'sh. Mana karshaga qaranglar. Yoshlar ishlari, xalq banki, mutolaa. Haqiqiy ilovada bu. Hozir mana birinchi muallimani davom etish, g'alati odam, Ibn Sino, mana shu yerga joyga xohlagan bitta ataningizni yozasiz. Masalan, Mavgli. Menda yozib, Rudyard Kipling chiqdi. Hozir rasm ko'rinmayapti-da, endi yaxshilayapti. Xullas do'stlar, mana shu ilova mutolaa mana. Mana shu ilovani olish esdan chiqmasin. Bo'pti do'stlar, sog' bo'linglar.